Assalomu alaykum, hurmatli mashina ishqibozlari, bizni kuzatib turgan aziz obunachilarimiz, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 2026-yilning 8-fevral sanasida, hafta kuniga yakshanba, biz Qarshi mashina bozoridan sizlarga arzon mashinalarni topib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bozorda mana narx-navolar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Malibu bir ishqibozlar uchun Malibu bir Cobalt-dan ham arzonni topib qo'ydik. O'ta tiniq holatdagisi, olasiz, mazza qilib binasiz. Mashina 2 kun yurgan ekan, obzorni qilib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib borishlaringiz mumkin. 4-paketli metan bilan jihozlangan. Yuqorida aytganimizdek, o'ta go'zal holatda pachka balonlar taqib qo'yilgan. Salon holatlari mana ki. Start stoplari bor. 2 kun yurgan. Start stoplar qilib qo'yilgan ekan. Mana ki. Mejigar pultlar qo'yib qo'yilgan. Mashina 2-pozitsiyada. Kraskasi faqat bitta kirlan ustiga sepilgan, o'zini detalini ustiga sepilgan deyilyapti. Qolgan hamma joyi top-toza ekan. Ko'rib gaplashib olaverasizlar. Xalq tilida buni sichqon sevet deydi. Juda ko'pchilik qiziqadi baletchiga buni. Buni 112 million so'm bo'lsa berar ekanlar. Nomerlarni qoldiramiz. Ko'rib, gaplashib, savdolashib aloqaga chiqib bosasizlar. 97 388 71 17 telefon raqamlariga aloqaga chiqamiz. Ushbu Malibu'ni egalari nomerlari. Neobechniy mashinaga qiziqadigan azizlarimiz uchun biz Magnus avtomashinasini yondamiz. Epic'ning birinchi chiqqanlari 2003-yilda ishlab chiqarilgan, 220 ming probegda, kraskasi chaqachiqda ayog'ida va oldi orqasi butun. Hozir bitta aylantirib obzor qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, xizmat nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqib savdolashib borishlaringiz mumkin. Narxini oxirida aytamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, biz Magnus avtomashinasini oldidamiz. Mashina holati o'ta tiniq holatda turibdi. Inomarka minaman degan azizlarimiz uchun salon holatlari o'ta chiroyli, go'zal holatda. Monitorlar qo'yib qo'yilgan. Mashina avtomat korobkada. Vassin diskalar qo'yilgan. Balonlarni keyinroq bo'lsa ham bir almashtirib olishimiz kerak ekan. Oldi orqasi ochiq motor holatlari. Buni 2.2 motorda 6 porshinli. Samolyotchada stillar qo'yilgan. Mashina egada hech qanday tayyorlab chiqilmagan bozorga shunday minib yurilgan mashina olib chiqilgan. Demak, buni metani bor ekan. Metan texpasportga urilgan-a? Texpasportga urilgan, qo'shib berar ekanlar. Bitta ustanovka qilib olish kerak tamom. Hamma narsasi turibdi ekan uyda. Demak, ushbu Neobechniy avtomashinani akalarimiz 50 million so'rayotgan ekanlar. 45 millionga berilmabdi. 50 dan pastga, 45 dan tepasiga xudo xolasa kelishda chiroyli qilib beradilar. Nomerlarni qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib olamiz. 93 933 49 89 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Probega 45 ming halol probegda. Kraskasi top-toza. Hamma tuzuklik qilib qo'yilgan. 4-paketli propan qo'yilgan ekan. Balon holatlari ham yangi balonlar taqib qo'yilgan. Hozir bitta obzor qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib bosasizlar. Nomerlarni qoldiramiz, narxini oxirida aytamiz. Yuqorida aytib o'tgan Gentramiz oppoq svetda, tiniq holatda, yangi balonlar taqib qo'yilgan. Mashina salon holatlari chiroyli qilib qo'yilgan. Li salon qilib. Test monitorlar. Holat. Orqadan holati. Motor xonasi. Yuqorida aytganimizdek 3-paketli propan bilan jihozlangan. Demak, bu Gentra avtomashinasini 130 million so'm so'rayotgan ekanlar. 125 millionga ko'ndirib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqamiz, nomerlarni qoldiramiz. 90 733 3603 telefon chiroyli Cobalt yondamiz. Arzonroqdan bo'lsin deganlar uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashina bo'lib, 220 ming halol probegda ekan, kraskasi 2 qarich joyida va qolgan joyi top-toza.
4-chi pakalina metallar bilan jihozlangan. Ko'rishimiz mumkin. Holati ga yarasha puli chiroyli, arzon qilib beradilar. Hozir bir qator obzor qilib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Chiroyli diskalar va assin diskalar qo'yilgan. Balonlari ham bizga yozgacha yurib beradi, xudo xolasa. Salon holatlari. Chexol polik qilib qo'yilgan. Bir qator tushuntirib o'tasiz. Nechinchi yilda ishlab chiqarilgan, probegi qanday, kraskasi qanday, shu haqida gapiring. 275 probeg. 2013 chiqqan yili. Kraskasi yo'q, javob, tomchi kraskasi yo'q. 3-pakalina metan. Balonlar holati zo'r, salonlar zo'r, akkumulyatorlarigacha yangi, motorlar yog' yemaydi aka. Hadavoylar qilingan. 85 deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Chiroyli qilib aytingda endi. Endi kelishtirib beramiz. 80lar atrofi qilib beramiz aka. 80lar atrofi. Shunday, kraska yo'q. Xo'p. Ishlab chiqargan yilni aytdik. 2013. 2013. Shunday. Qanday xarajati yo'q? Hech qanday xarajat yo'q. Olish kerak, bosish kerak, bo'ldi. 77 118 0220. Mexanika 2018-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Mashinani holati yaxshi holatda, 163 ming halol probegda ekan. Xudo xolasa mashinani bitta obzor qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa nomerlarni qoldiramiz, chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Aloqaga chiqib savdolashib bosishlaringiz mumkin. Sizdan da aka. Nexia 3 avtomatidan arzonroqdan bo'lsin degan azizlarimiz uchun biz 2 dona Nexia 3 topib qo'ydik. Ikkalasi ham 2022-yilda ishlab chiqarilgan, top-toza, holati ideal holatda, bitta odam mashinasi. Ko'ramiz, kimga qiziq bo'lsa nomerlarni qoldiramiz. Savdolashib aloqaga chiqib bo'lsangizlar, chiroyli qilib kelishtirib beradilar, xudo xolasa. 2022-yil 75 ming probegda, halol probeg. Kraskasi top-toza, ko'rib tekshirib olaverasizlar. 4-pakalina metan qo'yilgan. Balon holatlari yangi balonlar taqib qo'yilgan, pachka balon. Salonlari ham ko'p qirilib chizilib ketmagan, chiroyli minilgan, befarosat satlarcha minilmagan, lilonim poligida chiroyli chexollar qilib qo'yilgan. Metanchalari. Bunisi ham 2022-yilda chiqarilgan, 70 ming probegda, 4-pakalina propan ustanovka qilingan ekan, kraskasi top-toza. Bir qator obzor qilib o'tamiz, keyin narxini aytamiz, xudo xolasa. Yo'lkali balonlar qo'yib qo'yilgan. Salon holatlari. Chiroyli chexollar, evakor poliglarda. Mana 70 ming halol probegda. Tabletka bilan ustanovka qilingan. Kamizni bir joyda 15 million so'mdan savdo qilingan ekan, bermagan ekanlar. Undan yuqoriroqqa gaplashsa bo'lar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, qaysi sizni qiziqtirsa, telefonlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib bosasizlar. 2020-yil 70 ming probegda, kraskasi top-toza, chiroyli holatda metanla ustanovka qilingan. Hozir bitta obzor qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib bosasizlar. Mashinaga 3-pakalina metan ustanovka qilingan. Motor holatlari. Kraskasi top-toza ekan. Ko'rib tekshirib olaverasizlar. Holatlari. Salonlar ham yaxshi holatda. 69 ming probegda. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Dokumentida hech qanday muammo bo'lmaydi deyildi. Mexanika Nexia 3 avtomashinasini egalari
92 million so'mdan sunnatiga yana nimadir o'tib beray ekanlar. 95 so'rab turuvdilar. 92 million so'mdan yana o'tib beraman dedilar. Kimga qiziq bo'lsa nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib bosasizlar. Akamizdan hozir ma'lumotlarni olamiz. Aka bir qator tushuntirib o'tasiz. Nechinchi yilda ishlab chiqargan probegi qanday, kraskasi qanday, yoqilg'isi nima, baloni qanday, shu haqida bir gapirib o'tasiz. 2018 ga 19 aka. Avtomat. 4-pokoleniya metan, benzin. Kraskasi tomchi yo'q aka. Puli 120 deyapmiz. Kelishamiz. 1 so'm 2 so'm ransasi bor aka. Qolgan ma'lumot mana o'zingiz. Yoqilg'i metan, balonlar, balonlar yangi, 4 tasi ham yangi. Hech qanday xarajat yo'q. Chiqonlar qilingan. Rasxod qilingan mashinada.